domain name ili domain ismida nima? Qanaqa ishlatiladi? Domain name odamlarga oson qilingan variant esida qolish uchun. Facebook, Google, YouTube shu masalalar oson deb esida qoladi. Domain name 2 qavatdan iborat. Osonlikcha aytilsa. Birinchi qavat u domain name iborat .com dan, .uz, .gov, net dan iborat. Ikkinchi qavat domain veb-saytlarni otidan iborat. Google, YouTube, Facebook shu. Har bitta domain name o'zini IP adresi bo'ladi. DNS, Domain Name System. Shu IP adresi iborat nimagaki odamlarga oson bo'lish uchun, esda qolishiga, intizom kirishiga.